Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. 2025-yil arxiv sohasida asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha bajarilgan ishlar to'g'risida ma'lumot. Arxiv bu o'tmishimiz tarixi, ota-bobolarimiz hayoti, ularning faoliyati va jasoratini o'zida jamlagan manbadir. Shu o'rinda arxiv hujjatlarni jamlash, saqlash, ularning hisobini yuritish va hujjatlardan foydalanishni amalga oshiradigan muassasa hisoblanadi. Qorovulbozor tuman davlat arxivi 2002-yilda tuman hokimining 174-sonli qarori bilan tashkil topgan. Dastlab hujjatlar soni ko'pchilikni tashkil qilmagan. Boshqaruv hujjatlari 60 ta saqlov birligi, shaxsiy tarkibga oid 65 ta saqlov birligidan iborat bo'lgan. Xodimlar soni 4 nafarni tashkil qilgan. Hozirda esa 9 ta malakali xodimlar faoliyat ko'rsatmoqda. Video kuzatuv moslamalari va yong'inga qarshi moslamalar bilan jihozlangan. Har bir ishchi xodim ish stolida biz korrupsiyaga qarshimiz mazmundagi ko'rgazmalar joylashtirilgan. Qorovulbozor tuman davlat arxivi 2025-yil davomida arxiv ishi va ish yuritish sohasida hamda prezidentimiz va hukumatimiz topshiriqlari ijrosi bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan 15 ta yig'ma jildlar nomenklaturasi, 10 ta ish yuritish yo'riqnomalari, 12 ta ekspert komissiyasi nizomlari va 14 ta idoraviy arxiv nizomlari ishlab chiqildi. Uslubiy va amaliy yordam ko'rsatib, o'rnatilgan tartibda kelishildi. Hujjatlarning elektron shaklini yaratilish ishlari jadallashtirilishi erishildi va hisobot davrida 393 ta saqlov birligidagi 120.004 ta kadr qog'oz hujjatlarning elektron nusxalari yaratildi. Tuman davlat arxivi tomonidan hujjatlarning elektron nusxasini vaqtinchalik saqlash va monitoring qilish, e-saqlov axborot tizimiga 786 ming ta kadrdagi hujjatlar joylashtirildi. Qog'oz asosidagi hujjatlarning jismonan zararlangan 960 ta varaqlari ta'mirlandi. 640 ta saqlov birligidagi hujjatlarning muqovalash va tikish ishlari amalga oshirildi. Tuman davlat arxivi tomonidan 62 ta saqlov birligidagi 322 ta alohida qimmatli hujjatlar ajratib olindi. Hujjatlar qabuli bo'yicha 1000 ta saqlov birligidagi boshqaruv hujjatlari va 950 ta shaxsiy tarkibga oid hujjatlar qabul qilindi. 2026-yil 12 fevral holatida 154 ta fonddan jami hujjatlar soni 38.064 tani tashkil qiladi. Bu quvonarli holat albatta. 2025-yil davomida 1463 ta mavzuli va ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar Davlat xizmatlari markazi tomonidan kelib tushgan bo'lib, bularning barchasiga arxiv hujjatlaridan foydalangan holda ijobiy javob berilgan. Tuman davlat arxivining pullik xizmatidan 156 million so'mni tashkil qiladi. 2025-yil 24-noyabrda arxiv ishini sohasini raqamlashtirish va sohada boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 228-sonli farmoni qabul qilindi. Arxiv sohasini 2030-yilga qadar raqamlashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va sohada samarali boshqaruv tizimini yaratishning asosiy maqsadlari belgilandi. Jumladan, Milliy arxiv fondi hujjatlarni raqamlashtirish 60% ga yetkazish, elektron xizmat ko'rsatish ulushini 100% ga yetkazish hamda xizmat ko'rsatish ulushini 3 baravarga qisqartirish.
arxiv sohasida samarali boshqaruv tizimini joriy etish, davlat organlarining elektron tizimlariga to'liq integratsiya qilish va ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirishdan iboratdir. Ushbu farmonning kuchga kirishi arxiv sohasini yanada rivojlantirish, fuqarolarimizning sarsoligini oldini olishga turtki bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.